Mana qizlar, pochchalar bilan hozir ketyapmiz. Svidaniyaga yetganimdek o'sha mana bunaqa ko'ylak kiymoqchiman. Hozir kech payt emas, tushuntirdim-ku sizlarga kech payt hozir bora olmaymiz, chunki katta qizim Los-Anjelesda ham qaramaydi bolaga. Men bolamni hech kimga tashlab keta olmayman. O'shanga bolalarim maktabda bo'lgan paytda, mayli hatto kunduz kuni bo'lsa ham ikkalamiz bitta joyga borib kelamiz. Kolgotkam yo'q deb o'ylagandim, mana bor ekan. Hozir kiyib ko'ramiz. Mana qizlar, qanaqa turibdi. Hozir endi bunga oyoq kiyim tanlaymiz. Voy qizlar, ana qora botinkamni Los-Anjelesda qoldirib ketibman. Olib ketgan edim-da o'zim bilan. Olib kelmabman orqaga. Mana bunaqa botinka. Endi bu bilanchi bilmadim bu tushadimi, bu endi jigarenda. Mana ko'ni bilan kiyim ekan bo'lmasam, bu jigarenda, bu ham jigareng. Mana bunaqa men bor, no buni hozircha bunaqa kiygim kelmayapti. Bu juda ham dress up bo'ladi-da. Я хочу, чтобы ko'proq anaqa casual bo'lishini. Javob anaqa fason emas-da. Bunaqa makasini ham bor qizlar. Bu такой sal нарядныйroq, chunki hozir bu yerda ko'rilmayapti, но на самом деле bu ozgina такой нарядныйroq, bu sal yarqasi turi bor, чуть-чуть. Mana bunaqa makasini ham bor. Men bu bilan tushmaydi. Mana qizlar, qo'yningni almashtirdim. Qanaqa? Endi bu bilan kiysa bo'ladi. Ko'rilyaptimi sizga o'zi? Mana qizlar. Mana shunaqa stil yotadi hamma yoqda. Mana bunaqa stil qo'llayotgandim-da. Даже bu yergacha ozgina anaqa ham qo'ysa bo'ladi. Mana bunaqa ham kiysa bo'ladi. Endi bu ko'yni bilan unaqa bo'lmasa kerak. Yo'q. Buni qilmaymiz. Qizlarni yomon bo'ldi anu. Qolib ketgan. Meni sevinch keladi-ku. 8-da kelyapti. O'sha olib kelar meni botinkamni joyi bo'lsa. Og'ir botinka-da-ku. O'zicha men bunaqa yaxshi strukturlarni yomon ko'raman, to'g'risini aytsam-chi. Hozir sochimizni qilishimiz kerak endi. Soch. Juda kech payt emas-ku, o'shanga unaqa pason bo'lish shart emas. Voy qizlar, o'lib qolaman. U ham qolib ketibdi Los-Anjelesda, qora mamita motoli kurtkamcha. U ham o'sha ota-onamnikida qolib ketibdi. Voy, men buni hozir unaqa buzaman. Bunaqa spetsialni qilingan, ko'ryapsizmi? Xuddi eskiga o'xshab. Na samom деле bu o'zi shunaqa qilingan, bu qimmatli brend. No, spetsialni shunaqa qilingan. Voy, moto ham yaxshiroq tushardi-da bu bilanchi. Yo'q, menga bu yoqmadi. Ana qorasi qolib ketgani juda yomon bo'ldi. Endi uni qizimda vaqt joy bo'larmikan? Qanaqa bu bilan turibdi? Qora kurtka ham bor, no menga bu yoqmaydi bu kurtkacha. Yo'q, hech qaysi bo'lmadi, qizlar bo'lmadi. Bunaqa bomber bor. No shu bilan tuzroq bo'ldi shekilli. Nima deysizlar qizlar? Voy, kalta kiyyapsiz, deb menga faqat yozmanglar. Biz bu yerda shunaqa kalta kiyamiz, normalniy kiyim, bizda bu yerda голодный erkaklar yo'q, sal oyoqni ko'rsa hushidan ketadigan, hammasi normalniy qaraydi kiyimingizga, hech kimning ishi yo'q kiyimingiz bilan. Umuman. Qizlar qolib ketgani yomon bo'pti-da, o'sha jaketim bilan oyoq kiyimim. Endi bilmadim, sevinchda joy bo'ladimi, yo'qmi? Qizlar, men hozir manikyur qilmayapman-da. Men necha yildan beri to'xtamasdan mana shu pudra qilardim-da, to'xtamasdan. Tirnog'im yomon bo'lib ketdi. O'shanga ozgina dam olsam, 2-3 oy dam olsam deb, mana shunaqa o'zimni tirnog'im bilan yuribman, lekin qizlar yura olmayapman. Mana shu tirnoq qilinmasa, xuddi неухоженный bo'lib turibsiz-da. Men bunaqa tirnoqda yura olmayapman. O'shanga yozdirib qo'yishim kerak. Endi hozir yozdirganimdan keyin 2-3 haftadan keyin qabul qiladi. Bu savanada juda ham qiyin masala bu. Yaxshi anaqani topish. Kichkinagina joyda bu. Los-Anjelesda problema emas edi. Qizlar, men unaqa ko'p, bunaqa jigali qilish yomon ko'raman. Просто chetida ozgina. Что-то не знаю, mana shunaqa qolib qoldim svidaniyaga. Qizlar, svidaniyaga именно zo'r такой atir sepmoqchi bo'lsanglar, mana Armani'ning C Passion degan atiri. Shunaqa zo'r. Shunda bu bilan svidaniya, romantika deb skrim qilyapti-da, skrim. Romantika. Kamerani pastga qilib qo'ydim, bo'yimni takana qilib qo'ydim. No, zato sizlar ko'rasizlar. Meni obrazimni. Mana shu kurtkani kiyib chunki birinchidan menga bomberlar yoqadi. Bomber deydi buni.
ikkinchidan ko'cha sovuqroq, bizada sovuqroq tushib qoldi, tем более kolgotka bo'lgani uchun muzlab qolaman ko'rjali kurtkagacha. Bo'ldi. Ketdik. Keyingi videoda qayerga borganimizni ko'rsataman.